ishlab o'tiribsan. Sen bu qo'llaring, qul malikani qo'llarday bo'lish kerak. Asal qizimman, shakar qizimman. Sen hali tong yorishgan yo'qmi? Nimaga ertalabdan turib olding? Qani qizim, asal qizim, sen borib uxlab yotishing kerak. Sen yotishing kerak hali. Zumrad! Ha Zumrad! Labbay oyijon. Qayerlarga yuribsan? Tong yorishib ketibdi-ku, yashamagur. Bu choqqacha yotasanmi? Voy oyijon, o'choqni boshini supurayotgandi. Bu tong yorishib ketibdi, hovlilarni qachon supurasan? Hozir oyijon, supurib qo'yaman. Qo'ynis. Qo'y, menga qara. Chanqamay supur. Bo'ladi oyijon. Senga aytyapman, suv sepib teshipira, yashamagur. Endi men hozir suvlarni o'zim to'ldiraman. Qolgan hovlilarni o'zim shipiraman. Nima shu paytgacha shipirmading? Supurjashim oyijon. Undan chiqdi meni ko'zim ko'r ekanda, suvlarni to'ldirib qo'ygin. Nimaga buncha ko'zingni pirpirlatasan? Menga qara. Nima qaldiraysan buncha? Biror marta men senga tegirmanmi? Voy, bu nima qilganing, Bu nima qilganing? Menga qara. Sen nimaga meni istehzo qilasan, Yashamagur. Nimaga bunaqa qilasan? Oyi, Zumradga qarang, ko'ylagimni yuvaverib, oqartirib tashlabdi. Voy, yashamagur, kim bo'lmadi? Buni nimaga unaqa qilding, Irtib tashlabsan-ku bu ko'ylakni. Nimaga unaqa qilding? Voy oyijon, o'zingiz keldi-ku. Eski bo'lsa ham kiyaverardi. Kechiring opajon. Kechiring dema. Oye, sen bo'yna menga zarda qilding indamadi. Endi qizimga ham zarda qilib ko'ylaklarni o'tib qo'yding. Voy kampir. Nimaga unaqa qilding? Voy kampir. Nima kampir? Maxim Zumradni o'ryapsan. Bu qaramayapsizmi? Mana, qara, qizimni ko'ylagini ataylab yuvaverib, ag'ini chiqarib qo'yibdi-ku. Nima qildi? Shunga shunchami? O'zi yuvgan bo'lsa, o'zi tikib chiroyli qilib beradi opasiga. Irtib qo'ygandan keyin, Men irtiq ko'ylak kiymayman. Menga bozordan yangi ko'ylak olib kelasiz. voy, qizimni yig'latganingiz uchun chol bozorga borib, qip-qizil ko'ylak olib kelasiz. Eshitdingizmi? Voy kampir. Nima Qizil qildi? ko'ylak qayerdan olaman men senga? O'zi zo'rg'a o'tin sotib kun ko'rayotgan bo'lsa. Bilmayman. Muncha o'tin deysiz. Nima? Siz ham boshqa erkaklarga o'xshab, boshqa chollarga o'xshab katta ishlar qilib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Esi yo'q kampir. Katta ishlarni ham, katta tashvishlari bor. Bo'ldi, bilmayman. Borib ko'ylak olib kelasiz. Dedimmi, olib kelasiz. Mani qizimni yig'latdingiz. Eshitdingizmi? Oyijon, mana tikib qo'ydim. Otajon, endi nima qilasiz? Zumrad qizim, men bozorga o'tinlarni sotib, agar bozorda u ishlar bo'lsa qilib, ko'ylak olib kelaman qizim. Axir, qarigan chog'ingizda bozordan ish qidirasizmi? Hali imillab turibsizmi? Chol, qachon borasiz bozorga? Qachon o'tin sotib ko'ylak olib kelasiz? Chol. Zumrad qizim, onang nima desa xo'p deydi. Opang bilan filashib o'tirman. Men tezda qaytaman qizim. Xo'p, otajon, yaxshi boring. Xo'p. Siz bizdan xavotir olmang. Tezda qaytaman, ona qizim. Otang bozorga ketdilarmi? Menga ko'ylak olib keladilar. Mayli opajon. Sen meni eskilarimni kiyasan. Mayli opajon, kiyaveraman. Men senga eskilarimni kiyasan dedim. Mayli opajon, kiyaveraman. Men hozir solib kelaman. Ya, gapimni bir tinga olmasdan ketdi-ya. Hali shoshmay turgin. Ko'zingga ko'rsataman. Thank you.
Hoy gulzorlar bulbuli, sen shunday navo qilginki, eshitgan ko'ngillar orom olsinlar. Uchinglar qanotli do'stlarim, agar menda ham qanot bo'lganida edi, sizlar bilan birga uchgan bo'lardim. Afsuski qanotim yo'q. Qanotim bo'lganida ham sizlar bilan birga ucha olmayman. Chunki otajonimni o'zlari mensiz qiynaladi-da. Voy, sizlar bilan ovora bo'lib suv olib borish yodimdan ko'tarilibdi-ku. Mayli, men yana kelaman. Sizlarga shirin kulchalar olib kelaman. Hayır, men yana kelaman. Oy sen qushlar, Zumrad kelganda hammalari sayragan tillaringni uzib olaman. Mana sizlarga. Ey sen gullar, Zumrad kelganda egilib turadigan turasizlar, ha? Mana sizlarga, mana. Menga qara, qayerdan keldingsan? Muncha qo'shiq aytaverasan. Qo'shiqdan boshqa ishni ham bilasanmi o'zi? Bir kun o'ylab ish birga. Xo'p, bo'ladi oyijon. Qimmat oyu. Keldisan. Ismini yemagan kelgin. Oyi ovqat yo'qmi? Ha, ovqatim yo'q. Ovqatim beraman qizimga. Issiqqina yo'q. Oyi darvozani yoping, yana qo'shnilar ovqat yeganimni ko'rib qolmasin. Asal qizim, sen yetding. Men hozirdan sal kelaman. Yo'q, asal qizim. Oyi, Zumradga otam menga ko'ylak olib keladilar, ha? Albatta olib keladi. Ha, qizim, albatta olib keladi. Shakarim mana, asalim mana. Oyi, Zumradga ayting, Osmon olib kelsin. Zumrad, Navbay oyijon. Usma terib kel. Xo'p, bo'ladi oyijon. Biz ikkalamiz kiyib olib, ko'ylakni kiygandan keyin chiroyli bo'lib oladi meni qizim. Meni asal qizim. Okey. Mana, bularda bor, Zumrad. Qo'zalarda bor. Usma. Verga qo'yaylik. Usma, sen Usma bo'ldi-da. Qanday chiroyli Usma ekan. Qizimga ham qo'yay, voy qoshlaringga qoqildi. Ko'zlaringga ko'zmunchoq. Meni qizim chiroyli qiz bo'lib qoldi. Chiroyli qilib qo'ying-da, oyi. Chiroyli qilib qo'ydim. Asal qizim mana. Chiroyli bo'lib ketibman-ku, oyi. Mani qizim. Yo'q. Mani qizim gulday emas. Mani qizim oyday ochilib ketibdi. Oyday. Asal qizim. Oyi, Zumradni bu yoqqa chaqiring. Zumrad. Nima kelishma qo'yamiz? Voy oyijon. Kel Buni. Muncha bu Usma ham hammaga yarashmaydi. Muncha xunuksan. Buni qara. Xunukligini qara. Voy kampir! Voy kampir! Ha, hozir. Muncha shoshilasiz, muncha baqirasiz. Voy, bo'ldi, muncha baqirasiz, muncha shoshilasiz. Nimaga muncha shoshilasiz? Nimaga kuppa kunduzi eshikni tambalab o'tiribsiz? Mana shu Zumrad qizingiz shunday odat chiqargan. Qippa kunduzi eshikni tambalagan. Gapni qo'y. Bozorimizga chin degan tomonlardan bir korvon kelibdi. Gapni ko'p qilmang. Odamlar bir xil Bu gapni ham ko'p gapirmang. Ko'ylak olib keldingizmi? Mana kampir olib keldim. Shundan gapiring. Muncha ko'p gapirdingiz. Muncha chiroyli ko'ylak ekan. Voy, qimmat-oy. Mana senga aytdim-ku, otang senga ko'ylak olib keladi. Qara, qanday chiroyli ekan. Gullari bor ekan.
keladi. Seni ham yaxshi ko'radi qizim. Asal qizim bor, shakar qizim bor. Do'ppingni kuydirib qo'yib. Opa chiroyli turibdimi? Ha, yarashdi, chiroyli turibdi qizim. Menga o'zi hamma narsa yarashadi-da. Meni qizimga hamma narsa yarashadi. Kampir, Abu Zumrat ko'rinmaydi. Yotgandirda dangasangiz ichkariga. Arpa uni olib kelgandim, bir atala qilsin deb. Zumrat, qizim. Yo'qmadim sen. Oyi, otam kelganda Zumratni so'raydi. Zumrat bor ekan bu uyda, men yasholmayman. Qizim, shu Zumratni joni toshdanmi deyman ha? Ursama, so'ksama, miqitmaydi ha qizim. Joni toshdanmikin deyman ha? Oyi, uyni ichida kim bor? Kim bo'lardi Zumratdan boshqa? Men orqa tarafdan eshitdim. Otasi bilan qizi bizni g'iybatlashib o'tirgan ekan. Meni tangasa ishyoqmas o'choqlar dedi. Men-ku mayli sizni kishi yo'q kampir o'choqlar dedi. Yana bilasizmi nima dedi? Yana nima dedi? Ikkalasini uydan haydaymiz dedi. Bizda haydar ekanmi? Oyi, baqa keling. Oyi, cholga ayting. Zumratni o'rmonga olib borib adashtirib kelsin. Zumrat yirtqich hayvonlarga yem bo'ladi. To'g'ri aytasan qizim, to'g'ri aytasan. Menga ko'rsatib qo'yaman. Chol! Baqa chiqing. Yana nima bo'ldi? Qani, bizni kim uyda haydar ekan? Bu gapni qayerdan olding sen? Seni esing joyidami? Hozir qizingiz ikkovlaringiz ularni uydan haydab, meni qizimni bilasizmi? Meni qizimni ochopa, ochko'z dangosa debsiz. Meni esa tishi yo'q yalmog'iz kampir debdi. Shuni men yemay yedirsam, kiymay kiydirsam-u o'gay ekan-da. Ey kampir, sen esingni yig'ib ol. Nima kampir? Zumrat seni ona, qimmatni esa opa deb biladi. Qizingizni o'zi ko'chama-ko'cha yurib, bizni o'gay deb o'rganmish-ku. Zumrat unday demaydi. Bo'ldi, bas qiling. Boshim og'rib ketdi, voy doda, muncha qizingizni yonini olasiz. Hozir qizingizni olib borib, o'rmonga adashtirib kelasiz. Yo'q, qishloqqa olib borasiz. Qishloqqa emas, o'rmonga olib borib, adashtirib kelasiz. Ey kampir, seni miyang achib qopti. Sen nima ajiryapsan? Odamlar eshitsa nima deydi? Odamlar bilan nima ishim bor? Olib borib adashtirib kelasiz dedimmi? Adashtirib kelasiz. Tamom. Sen esi yo'q kampir, nima deyotganingni o'zing ham bilmaysan. Seni miyang achib qolgan sen kampir. Meni miyam achib qoldi. Men aljiram yotibman. Hozir ko'rasiz ko'rganingiz. Voyda! Meni uryapti chol. Voyda! Otajon, yuring yaxshi o'rmonga borib o'tin terib kelamiz. Xo'p, mana qizim, sen hali kiyimlaringni ol. Xo'p. Mana, ol. Mana endi Zumrat ketdi. Men toza havoda maza qilib dam olaman, yashayman. Zumrat yo'q. Har doim mana shu yerga kelib, mazza qilib toza havodan nafas olaman. Sen mana shu yerda o'tirib tur, qizim. Men tezda qaytaman. Xo'p, otajon. Xo'p, shu yerda o'tirib tur.
Ha, seni mana bu daraxtlar, gullar seni menga Zumrad ekanligingni aytib berishdi qizim. Ha, bular mening do'stlarim. Bular bilan tez-tez gaplashgan kelib turaman. Yaxshi, asal qizim. Voy, bu nima? Voy kishi, voy o'g'li bu. Bu seni berga kelishingga o'gay onang bilan qimmat opang sababchiligini menga aytib berishyapti. Bilasizmi? Men opajonimni, oyijonimni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin ular meni yoqtirishmaydi. Negaligini esa bila olmayman. Voy qizim, qorong'i ham tushib qopti. Yur bizning uyimizga. Siz menga yordam berasizmi? Ha, senga yordam beraman qizim. Qorong'i tushib qoldi. Yo'q, men bora olmayman. Chunki otajonimni topishim kerak. Otangni topasan, asal qizim. Otangni topasan. Rostdanmi? Rostdan otangni topasan. Yur, meni uyimga boramiz. Qorong'i tushib qoladi hozir. Rostdanmi? Ha. Asal qizim benim. Zumrad qizim. Zumrad qizim, qayerlardasan Zumrad qizim? Men nodon otangni kechir qizim. Qayerlarga ketding qizim? Oh, Zumrad qizim. Oyi, qayerdasiz? Oyi, qayerdasiz? Qayerlarda yuribsiz? Ha qizim, suv olib keldim soy bo'yidan. Yana nima bo'ldi? Oyi, ana bu ahmoq cho'l kechasi bilan alahsiraverib jonimga tegib ketdi. Qizim bu o'rmonga adashtirgandan beri mazzasi yo'qda qizim. Menga desa urib ketmaydimi? Bunday dema qizim. Siz bu o'choqni boshiga boring, ovqat qiling, hovurlarni shipiring. Mayli qizim, sen shu suvni o'choqni boshiga olib borgin qizim. Menmi? Ha, sen. Oyi, bu yoqqa keling. Suvni o'zingiz olib boring. Birovi uyqu bermaydi, birovi ish buyuradi. Nima, men sizning malakingizmanmi? O'tir qizim, qo'rqib kelaman hozir. Mana qizim, sal sovuq qopti-da. Yana atolani, Ha. atola ichaverib, ichaklarib yopishib ketganingizdan xabaringiz bormi, oyi? Voy, nima qilay qizim? Ana cho'lga ayting, shirin ovqat olib kelsin, yo'llayvermasdan. Qizim, Bilaman nima demoqchisiz. Qizini yo'qotgandan beri mazasi yo'q demoqchisiz. Nima qilay? Men ham o'lib ketaveraymi? yo'q qizim, unday dema. Asal qizim, unday dema. Shirin qizim. Unda cho'lga ayting, menga shirin ovqat olib kelsin. Ey chol, menga bozorda shirin ovqat olib keling.
o'ylab yurgan bo'lsalar kerak. Yo'q, qizim. Otang seni har kuni oqtaryapti, asal qizim. Unda nimaga men ular bilan ko'risholmayapman? Hali ko'rishasan qizim. Unda men uyga boray. Uyingni sog'indingmi? Ha, sog'indim. Bizni uyimiz senga yoqmadimi, Zumrad qizim? Yo'q, yoqdi. Uyimni sog'indim-da. Ha, unday bo'lsa qizim, bizga mehmon bo'lganiga mehmonga sovg'a berib jo'natishadi. Ana. Avval nimaga kelsam, yerto'lani ichiga sandiq bor. O'sha sandiqda bittasi oq, bittasi qizil. Sen qizil sandiqni olib chiqqan qizim, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Qo'y qizim. Uyingda bor, yaxshi bor qizim. Mayli qizim, rahmat senga qizim. Yaxshi bor uyingga. Rahmat sizga. Oyijon, otajon, qimmat opa, opajon, men keldim. Voy! Voy! Sen o'lmagan eding. Qara. Voy, kim? Sen o'lgan eding-ku? Oyijon, men sizlarga sandiq to'la sovg'alar olib keldim. Voy! Oyijon, otajonim qanilar? Yurgan burada. Qayerda yurgan burada? Qani. Ochib ber buni. Och. Voy! Zumrad qizim. Otajon, Qizim keldingmi? ha, men keldim otajon. Otangni kechir qizim. Men seni ancha vaqt qidirdim qizim. Qayerlarda eding ona qizim? Otajon, bilasizmi? Siz meni o'rmonga tashlab ketganingizdan keyin o'rmonda adashib qoldim. Bir mehribon kampir kelib, menga yordam berdi. Uyiga olib borib, menga mehmon qilib, shunaqa sandiq to'la sovg'alarni berib yubordi. Oyi, otamga ayting, menga ham shunaqa sandiq kerak. Chol. Ha, Bizga shunaqa sandiq kerak. Voy, oyijon, opajon, shu bizga yetadi-ku. Yo'q, yetmaydi. Menga boshqa sandiq kerak. Chol, o'lib dastingizdan bizga ham qimmatda olib borib, o'rmonga adashtirib kelasiz. Almashtirib emas, bizga ham bundan katta sandiq kerak. Eshitdingizmi? ey kampir, seni nafsing seni eshak qilib minib olibdi-ku. Borgan joyga meni qizimni borib adashtirib keling. Eshitdingizmi? Almashtirib emas. Eshitdingizmi? Sen hali senlar hali pushaymon yeysan. Hech qachon. Almashtirib keling degandan keyin almashtirib keling-da. Xo'p, bo'ldi, yur. Pushaymon yemasalaring bo'ldi. Voy, Hech mana qachon. qizim, mana buni olib borib bir o'zing yegin. Ichiga shug'ullar bor, non mayizlar bor. Bir o'zing yegin qizim. Ehtiyot bo'l qizim. Xo'p, mayli. Xo'p, qizim, yaxshi bor. Zumrad, Zumrad. Qo'shnilar ko'rib qolmasin. Ota yetib keldingmi? Charchab ketdim. Ha, keldik. Ha, yetib keldik. Voy qimmat, qayerga ketyapsan? Yo'qqa kel. Mana, o'rmonga ham yetib keldik. Sen mana shu yerda o'tirib tur. Aniq shu yermi? Ha, shu yer. Men ketdim.
Ha, bundan chiqdi. Sen qimmatsan. Ha, men qimmatman. Siz o'zingiz kimsiz? Men shu o'rmon ayoliman. Men she'rga yashayman. Topdim. Man topdim. Zumradga sandiq bergan ayol sizmisiz? Ha, menman. Menga ham shunaqa sandiq kerak. Ha, buning uchun ishlash kerak. Nima ish qilish kerak? Daraxtlarni sug'orish kerak. Gullarga suv berish kerak. Uylarni shipirish kerak qizim. Bo'ldimi shuginami? Ha, shu. O'zim qilaman. Bo'ldi, qilgin mana ishlarni qilgin. Ha, nima bo'ldi? Charchab ketdim. Mehmonga ham shunaqa ish buyuradimi? Zumradni chaqiring, hamma ishingizni u qilib beradi. Ha, Men uyimga ketaman, uyimni sog'indim. ketsan ketaver. Sizlar- ishlar bitilgani yo'q. Sizlarga mehmon ketgandan keyin ketadigan payt sovg'a berilmaydimi? Senga ham sovg'a kerakmi? Ha, sovg'a kerak. Bunday bo'lsa, yerto'laga kirasan. Yerto'laga sandiq turibdi. O'sha oq sandiqni olib ketasan. Qay. Menga qara. Yana ko'chaga ochib yurma. Bilaman, ahmoq kampir. Oyi, qayerdasiz? Oyi, Ha, qizim. qayerdasiz? Voy qizim, keldingmi qizim? Men ham katta oldim. Voy. Ochaylik. Sandiqni ochaylik. Voy, ochgin, ko'raylikchi. Kechiring meni chol, Zumrad qizim, meni kechirgin. Otajon. Boshqa seni yomon qilmayman, urmayman, asal qizim mani. Otajon, meni ham kechiring. Singlim, meni ham kechir. Vaqtida tushunib yetganlaring uchun xursandman. Men bugungi aktyor va aktrisalar bilan sizlarni tanishtiraman. Ona Zulfiya Niyozova, aktrisa Zulfiya Niyozova. Ota aktyor Sardor Nazarov. Zumra aktrisa Lobar Nazarova. Qimmat aktrisa Shabona Fayzulloyeva. Shuning bilan bugungi kechamiz tugadi. Xayr bolajonlar, xayr.